Asolat iltimos qilgandi. Kelin ko'ylak tanlashga birga boramiz deb. Shunga vaqtlidan kelgandim. Bu gap qayoqdan chiqdi? Nimaga Lobar boradi ko'ylak tanlashga? Kimdan so'radinglar? Oyi, Lobar opamdan men iltimos qilgandim. Nima qilibdi? Oyijon, opajonim didlari zo'r, menga eng chiroylisini tanlab beradilar. Sen qizni, miyang bormi? Nimaga bir og'iz men bilan maslahatlashmaysan? Lobar ko'ylak tanlashga bormaydi, bora olmaydi. Nimaga? Xola, men ham aytdim. Kuyov bolani oldida noqulay o'zinglar boringlar deb. Qizingizni bilasiz-ku qaysarligini. Men bilan borasiz deb turib oldi. Oyi, nima qilibdi? Lobar opam kelin yanga bo'ladilar, eng zo'r nomzod. Kelin yanga bo'lganlaridan keyin ko'ylak tanlagani boradilar. Yo'q, gap bunda emas. Xafa bo'lsang ham, bo'lmasang ham to'g'risini aytishga majburman. Seni turmushing buzilgan. Sen bunaqa narsalarga aralasha olmaysan. Oyi, Nima oyi? Irimi shunaqa. Turmushingdan tinchigan bo'lganingda ham boshqa gap edi. Gap bu yoqda deng. To'g'risi, xola bu yog'ini o'ylab ko'rmagan ekanman. uf, oyi, qayoqdagi irim-sirimlarni ko'ylak tanlashga nima aloqasi bor? Men baribir Lobar opamga boraman. Unaqa dema qizim, qo'y. Kalta o'ylayapsan. Xudo ko'rsatmasin, ertaga turmushingda bir noxush narsa bo'ladigan bo'lsa, keyin men bir umr Lobardan domongir bo'lib yuraman. To'g'risida? Bekor bu yerga kelibman. Ko'nglim og'ridi. Bu gaplarni o'z xolamdan eshitguncha bir mushaganim yaxshi edi. Lobar. Axir ajrashish yuqumli kasal emas-ku, xola qizingizga yuqib qoladigan bo'lsa. Jiyanjon, nimaga tushunmaysan? Shunaqa erim bor. Uni men o'ylab topmaganman. U eskilardan qolgan udim. Nikohidan yolchimagan ayol to'yni ba'zi bir tadbirlarga qatnashishi mumkin emas. O'zingni farosating yetmagandan keyin majbur bo'ldim-da shuni aytishga, Lobar. Oyi, bo'ldi qiling. Xola, sizni tushundim. Asolat, men senga bormayman degandim, qo'ymading. Nima bo'ldi? Ko'nglim chirpashim bo'ldi. O'zing borib kelur, men bormayman hech qayerga. Opajon, to'xting, opajon.